Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi ma'lumot juda muhim, ayniqsa maktabda, bog'chada, kollej yoki litseyda, umuman ta'lim tizimida ishlayotgan xodimlar uchun. Gap oddiy oylik haqida emas, aynan qo'shimcha to'lovlar. Ustamalar, sinf rahbarligi, daftar tekshirish, kabinet mudirligi, metod birlashma rahbarligi, qo'shimcha vazifalar va shunga o'xshash to'lovlarni o'z vaqtida rasmiylashtirish haqida ketadi. Men sizga ochiq aytaman. Ayrim qo'shimcha to'lovlar 20 sentyabrgacha to'g'ri rasmiylashtirilmasa, keyin ularni oylikka qo'shtirish juda qiyin bo'ladi. Ayrim holatlarda esa amalda imkonsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun hozir eshitayotgan ma'lumotingiz har bir pedagog, rahbar, hisobchi, kadrlar bo'limi xodimi va hatto ota-ona uchun ham muhim. Chunki o'qituvchi o'z mehnatiga yarasha haq olmasa, bu bevosita ta'lim sifatiga ham ta'sir qiladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing. Chunki men bugun sizga nimalarni tekshirish kerak, qaysi hujjatlarni talab qilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim esa xotirjam bo'lishi mumkinligini birma-bir tushuntirib beraman. Avvallari ko'p joylarda qo'shimcha to'lovlar og'zaki kelishuv asosida yuritilgandek bo'lardi. Masalan, direktor sizga sinf rahbarligini berdik. Siz kabinetga javobgarsiz. Siz metod birlashmani yuritasiz. Siz daftar tekshirasiz deb aytardi. O'qituvchi ham ishni bajarardi. Lekin oy oxirida maosh tushganda qarasa, u to'lov kirmagan. Keyin so'rasa, hujjatga tushmay qolibdi. Tarifikatsiyaga kiritilmagan, buyruq chiqmagan, ro'yxatda yo'q ekansiz degan javoblar bo'lardi. Mana shu joyda eng katta muammo paydo bo'ladi. Mehnatni bajarish boshqa, shu mehnat uchun haq olishga asos bo'ladigan hujjatni rasmiylashtirish boshqa. Agar qo'shimcha vazifa sizga yozma ravishda biriktirilmagan bo'lsa, buyruq chiqarilmagan bo'lsa, tarifikatsiya jadvaliga kiritilmagan bo'lsa, hisob kitobda aks ettirilmagan bo'lsa, keyin men ishladim, menga to'lab bering deyish ancha murakkablashadi. Endi esa tartiblar ancha qat'iylashgan. O'quv yili boshida har bir ta'lim muassasasida pedagogik yuklama, sinflar, soatlar, sinf rahbarlari, qo'shimcha vazifalar, ustamalar va boshqa to'lovlar aniq belgilanadi. Bu ma'lumotlar belgilangan muddatgacha rasmiylashtirilishi kerak. Aynan shu yerda 20 sentyabr sanasi juda muhim. Chunki ko'p hollarda o'quv yili boshidagi tarifikatsiya, ya'ni o'qituvchining dars soati va unga bog'liq to'lovlarini belgilash ishlari shu muddatgacha yakunlanadi. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Agar siz 1 sentyabrdan sinf rahbar bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz. Lekin 20 sentyabrgacha bu buyruqda ham, tarifikatsiyada ham, tegishli jadvalda ham ko'rinmasa, keyin sentyabr oyi uchun sinf rahbarligi pulini olishda muammo chiqishi mumkin. Agar siz butun oy daftar tekshirgan bo'lsangiz. Lekin daftar tekshirish to'lovi sizga biriktirilmagan bo'lsa, hisobchi asos yo'q deyishi mumkin. Agar siz kabinetni jihozlab, hujjatlarni yuritib, bolalar xavfsizligiga javobgar bo'lib ishlasangiz, kabinet mudirligi rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu ham to'lovga kirmay qolishi mumkin. Birinchi navbatda maktab o'qituvchilari e'tibor berishi kerak. Ayniqsa sinf rahbarligi olganlar, daftar tekshiradigan fan o'qituvchilari, laboratoriya yoki kabinet uchun mas'ul qilib qo'yilganlar, metod birlashma rahbarlari, yosh o'qituvchilarga mentorlik qilayotganlar, qo'shimcha dars soatlar olganlar. Vaqtincha boshqa o'qituvchining soatini olib turganlar albatta tekshirishi kerak. Masalan, oddiy holatni olaylik. Ona til va adabiyot fani o'qituvchisi 22 soat dars beradi. Bundan tashqari 7 sinfga sinf rahbar bo'lgan, daftar tekshiradi, metod birlashmada ham faol. Agar uning hujjatlarida faqat 22 soat darsi ko'rsatilgan bo'lsa, qolgan qo'shimcha to'lovlar tushmaydi. U sentyabrda 22 soat uchun maosh oladi. Lekin sinf rahbarligi va daftar tekshirish bo'yicha to'lov tushmasa, keyin men ishladim-ku degani bilan hisobchi buyruq yo'q, jadvalga kiritilmagan dedi. Ikkinchi misol. Matematika o'qituvchisi 12 soat asosiy darsga ega. Maktabda boshqa matematika o'qituvchisi bo'lmagani uchun unga yana 2 soat qo'shimcha dars berilgan. Direktor og'zaki aytgan dars jadvaliga ham qo'yilgan, o'qituvchi dars o'tmoqda. Lekin tarifikatsiyada hali bugun 2 soat qolgan. Agar bu 8 soat rasmiy kiritilmasa, keyin o'qituvchi amalda 26 soat ishlab, hujjatda 12 soat ko'rinib qolishi mumkin. Bu juda xavfli holat. Chunki oylik hujjatga qarab hisoblanadi, og'zaki kelishuvga qarab emas. 3-misol. Informatika o'qituvchisi kompyuter xonasiga mas'ul. Har kuni texnikani tekshiradi. Xavfsizlik jurnalini yuritadi.
sinfdagi uskunalarning saqlanishiga javob beradi. Agar kabinet mudirligi bo'yicha buyruq chiqmagan bo'lsa, u odam aslida qo'shimcha mas'uliyatni bajarayotgan bo'ladi. Lekin buning uchun to'lov olmasligi mumkin. Keyin yil o'rtasida men kompyuter kabinetiga javobgar edim desa, savol tug'iladi. Qaysi buyruq asosida? 4-misol. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi ixl sinfni olgan. U nafaqat dars beradi, balki ota-onalar bilan ishlaydi. Bolalarning moslashuvi, hujjatlar, sinf jurnali, tarbiyaviy soatlar, turli hisobotlar bilan shug'ullanadi. Agar sinf rahbarligi rasmiylashtirilmasa, bu juda katta mehnat lekin bajarilgandek bo'lib qoladi. Ko'p o'qituvchilar aynan shu yerda xato qiladi. Hammaga ma'lum-ku, men shu sinf rahbariman deb o'ylaydi. Yo'q, ma'lum bo'lishi yetarli emas. Hujjatda ko'rinishi kerak. 5-misol. Maktabda yangi o'qituvchi ish boshladi. Tajribali ustoz unga amaliy yordam bermoqda, dars ishlanmalarini ko'rib bermoqda, hujjat yuritishni o'rgatmoqda. Ochiq darslarga tayyorlamoqda. Agar muassasada mentorlik yoki ustoz shogirdlik bo'yicha qo'shimcha to'lov nazarda tutilgan bo'lsa, bu ham rasmiy hujjat bilan belgilanadi. Aks holda ustoz yordam berdi degan gap mehnat sifatida tan olinadi. Lekin moliyaviy to'lov sifatida aks etmasligi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha dars soatlaringiz, qo'shimcha vazifalaringiz, sinf rahbarligingiz, daftar tekshirish to'lovingiz, ustasangiz buyruqda tarifikatsiya ro'yxatida va hisob-kitob hujjatlarida aniq ko'rsatilgan bo'lsa, siz nisbatan xotirjam bo'lishingiz mumkin. Lekin baribir tekshiring. Men doim aytaman, ishongan yaxshi, tekshirgan undan ham yaxshi. Chunki ba'zan xato ataylab emas, texnik sabab bilan ham bo'ladi. Familiya tushmay qoladi, soat noto'g'ri yoziladi, sinf raqami adashadi. Qo'shimcha to'lov bandi kiritilmaydi. Eng asosiy o'zgarish shundaki, o'quv yili boshidagi ma'lumotlar keyingi maosh hisoblashning asosiy tayanchi bo'lib qolmoqda. Ya'ni sentyabr oyida kimga nechta soat, qaysi sinf, qaysi qo'shimcha vazifa berilgani rasmiy hujjatda aks etishi shart. Agar muddat o'tib ketgandan keyin mana buni ham qo'shib qo'ying deyilsa, bu har doim ham oddiy bo'lmaydi. Nega? Chunki byudjet tashkilotlarida har bir so'mning asosi bo'lishi kerak. Hisobchi o'zicha pul qo'shib bera olmaydi. Direktor ham xohlagan odamiga xohlagan to'lovni hujjatsiz yozib bera olmaydi. Har bir qo'shimcha to'lov uchun buyruq, jadval, asoslovchi hujjat, lavozim va vazifa mosligi kerak. Tarifikatsiya tasdiqlangandan keyin uni o'zgartirish uchun alohida asos bo'lishi lozim. O'qituvchi ishdan bo'shasa, yangi sinf ochilsa, dars soatlari o'zgarsa. Homiladorlik ta'tili, kasallik, bo'sh ish o'rni kabi holatlar bo'lsa, shunda qayta ko'rib chiqiladi. Lekin esdan chiqib qolibdi degan sabab har doim ham qabul qilinavermaydi. Shu sababli 20 sentyabrgacha bo'lgan davrni men tekshiruv oynasi deb atayman. Bu vaqt ichida o'qituvchi ham, rahbar ham, kadrlar bo'limi ham, hisobchi ham bir-biri bilan ma'lumotni solishtirib olishi kerak. Siz o'zingizning mehnatingiz uchun javobgarsiz. Agar siz tekshirmasangiz, keyin xatoni topish ham, tuzatish ham qiyinlashadi. E'tibor bering, men dars jadvalida turibman degani hali hamma narsa rasmiy bo'ldi degani emas. Dars jadvali tashkiliy hujjat. Maosh esa tarifikatsiya va buyruqlar asosida hisoblanadi dedi. Direktor aytdi degani ham yetarli emas. O'quv bo'lim mudiri biladi degani ham yetarli emas. Ota-onalar meni sinf rahbar deb biladi degani ham yetarli emas. Hamma narsa yozma bo'lishi kerak. Birinchi nozik jihat. Qo'shimcha vazifa bilan qo'shimcha ish soatini aralashtirmang. Masalan, 24 soat dars berish bu dars yuklamasi. Sinf rahbarligi esa alohida vazifa. Daftar tekshirish ham alohida hisoblanishi mumkin. Kabinet mudirligi ham alohida. Ularning har biri alohida asosga ega bo'lishi kerak. Agar siz faqat dars soatingizni tekshirsangiz, boshqa to'lovlar qolib ketishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, bir vazifa bir necha odamga bo'linishi mumkin. Masalan, bitta kabinetdan 2 o'qituvchi foydalanadi, kim mudir, kim javobgar. Agar buyruqda bir kishi ko'rsatilsa, to'lov o'sha kishiga yoziladi. Agar 2 ga bo'linishi mumkin bo'lgan holat bo'lsa, bu ham aniq yozilishi kerak. Aks holda keyin men ham qaraganman degan da'vo hujjatda ko'rinmasligi mumkin. Uchinchi nozik jihat, sinf rahbarligi bo'yicha sinf aniq ko'rsatilishi kerak. Masalan, tekst A sinf rahbari deb yozilishi kerak. Faqat sinf rahbari etib tayinlansin deb umumiy yozilib, qaysi sinf ekani noaniq bo'lsa, keyin chalkashlik chiqishi mumkin. Ayniqsa parallel sinflar ko'p bo'lgan maktablarda bunday xatolar ko'p uchraydi. 4-chi nozik jihat. Ishga yangi kirgan o'qituvchilar alohida ehtiyot bo'lish kerak.
Ular ko'pincha maktabdagi tartibni bilmaydi. Hammasini o'zlari qilib qo'yishadi deb o'ylaydi. Lekin yangi xodim kadrlar bo'limiga hujjat topshirgandan keyin ham uning dars soati, mehnat shartnomasi, lavozimi, stavkasi va qo'shimcha vazifalar mos kelishi kerak. Agar mehnat shartnomasida bir lavozim, amalda boshqa vazifa bo'lsa, bu ham muammo keltirib chiqaradi. 5-chi nozik jihat vaqtincha berilgan soatlar. Masalan, bir o'qituvchi kasal bo'lib qoldi. Uning soatini boshqa o'qituvchi o'tyapti. Agar bu 1-2 kunlik almashtirish bo'lsa, boshqa tartib bo'lishi mumkin. Lekin uzoq muddat davom etsa, bu albatta rasmiylashtirilishi kerak. Vaqtincha ku deb yurish eng katta xatolardan biri. Vaqtincha ish ham mehnat. Mehnatga haq to'lanishi kerak, lekin buning uchun hujjat bo'lishi shart. 6-chi nozik jihat. Ustamalar ham avtomatik tushavermaydi. Ayrim ustamalar attestatsiya, malaka toifasi, sertifikat, chet tili darajasi. Olimpiada natijalari direktor jamg'armasi yoki boshqa mezonlar asosida berilishi mumkin. Har birining o'z sharti bor. Agar sizda sertifikat bo'lsa-yu, uni kadrlar bo'limiga topshirmagan bo'lsangiz, nusxasi shaxsiy yig'ma jildingizga kiritilmagan bo'lsa, buyruq chiqmagan bo'lsa, hisobchi bu haqda bilmasligi mumkin. Menda sertifikat bor degan gapning o'zi yetmaydi. U hujjat aylanishiga kirishi kerak. 7-chi nozik jihat. Buyruq sanasi va amal qilish sanasi. Ba'zan buyruq 25 sentyabrda chiqadi, lekin unda 2 sentyabrdan boshlab deb ko'rsatilishi mumkin. Lekin bunday holat ham har doim to'g'ri va muammosiz o'tadi deb o'ylamang. Eng xavfsiz yo'l hammasini 20 sentyabrgacha tayyor qilib qo'yish. Shunda o'rta sana bilan tuzatish, izoh yozish, qayta tasdiqlash kabi ortiqcha muammolar bo'lmaydi. 8-chi nozik jihat. Maosh varaqasini albatta tekshiring. Ko'p xodimlar kartaga pul tushsa bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin pulning tarkibini ko'rmasangiz, qaysi to'lov tushgan, qaysi biri tushmaganini bilmaysiz. Siz hisob-kitob varaqasini so'rashga haqlisiz. Unda asosiy oylik, dars soati, qo'shimcha to'lovlar, ushlanmalar, soliq va boshqa ma'lumotlar ko'rinishi kerak. Birinchi qadam, o'zingiz bajaradigan barcha ishlarni qog'ozga yozib chiqing. Faqat dars soatini emas. Masalan, 20 soat ona tili, 5B sinf rahbarligi, daftar tekshirish, ona tili kabineti mudirligi, metod birlashma a'zoligi yoki rahbarligi, yosh o'qituvchiga ustozlik, qo'shimcha to'garak, vaqtincha almashtirish soatlari. Hammasini yozing. Ko'p odamlar o'zining qo'shimcha mehnatini o'zi ham to'liq sanab bera olmaydi. Avval o'zingiz aniqlab oling. 2-chi qadam, o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosaridan dars yuklamangizni solishtiring. Sizda nechta soat bor? Qaysi sinflarda dars o'tasiz? Dars jadvalidagi soat bilan tarifikatsiyadagi soat bir xilmi? Masalan, jadvalda 24 soat, tarifikatsiyada 22 soat bo'lsa, darhol savol bering. Bu farq nimadan? Qaysi hujjatda xato? 3-chi qadam. Kadrlar bo'limidan yoki mas'ul xodimdan sizga tegishli buyruqlarni tekshiring. Sinf rahbarligi bo'yicha buyruq bormi? Kabinet mudirligi bo'yicha buyruq bormi? Qo'shimcha vazifa berilgan bo'lsa. Buyruqda ismingiz to'g'ri yozilganmi? Sana to'g'rimi? Sinf raqami to'g'rimi? Familiya, ism, otasining ismi xato yozilmaganmi? Bular mayda tuyuladi, lekin keyin katta muammo bo'lishi mumkin. 4-chi qadam. Hisobchidan sizga qaysi to'lovlar hisoblanayotganini oldindan aniqlang. Menga sentyabr oyida qaysi qo'shimcha to'lovlar kiradi deb so'rang. Buni janjal qilib emas, oddiy ish sifatida so'ragan odam. U ham hujjatga qarab ishlaydi. Agar u menda bunday buyruq yo'q desa, demak muammoni hozir topdingiz. Hali kech emas. 5-chi qadam, agar sertifikat, malaka toifasi, attestatsiya qarori, mukofot, olimpiada natijasi yoki boshqa ustamaga asos bo'ladigan hujjatingiz bo'lsa, nusxasini tayyorlang. Uni oddiygina telefoningizda saqlab yurish yetarli emas. Nusxa topshirilgan bo'lishi, kirim qilingan bo'lishi yoki hech bo'lmaganda mas'ul xodim olganini tasdiqlash kerak. Imkon bo'lsa ariza bilan topshiring. Menga tegishli ustama to'lovini hisoblashda ushbu hujjatni inobatga olishingizni so'rayman deb yozing. 6-chi qadam. Agar biror to'lovingiz ko'rinmayotgan bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Avval muloyim tarzda mas'ul xodimga murojaat qiling. Agar natija bo'lmasa, yozma ariza bering. Arizada aniq yozing. Men 2024-2025 o'quv yilida falon sinfga sinf rahbarlik qilmoqdaman. Ushbu vazifa bo'yicha tegishli buyruq va to'lovni rasmiylashtirishni so'rayman. Yoki men falon fan bo'yicha haftasiga 24 soat dars o'tmoqdaman. Tarifikatsiyada ushbu soatlar to'liq aks etganini tekshirib berishingizni so'rayman. 7-chi qadam, arizani 2 nusxada tayyorlang.
Bittasini topshiring, ikkinchisiga qabul qilingan sana va imzo qo'ydiring. Bu janjal uchun emas, tartib uchun. Ertaga siz murojaat qilmagansiz deyilmasligi uchun. Madaniyatli va qonuniy yo'l shu. 8-qadam. Kasaba uyushmasi bo'lsa, murojaat qiling. Ko'p joylarda kasaba uyushmasi xodimning mehnat huquqlarini himoya qilishda yordam beradi. Ayniqsa qo'shimcha to'lovlar bo'yicha tushunmovchilik bo'lsa, ular rahbariyat bilan gaplashib, hujjatlarni ko'rib berishi mumkin. 9-qadam. 20 sentyabrni kutib o'tirmang. Bugun tekshiring, ertaga aniqlashtiring, indinga hujjatni to'g'rilating. Muddatga 1 kun qolganda hamma yugurib qoladi. Direktor band, hisobchi band, kadrlar xodim band. O'quv bo'lim band. Eng yaxshi yo'l hozirdanoq harakat qilish. 10-qadam. Hamkasblaringizni ham ogohlantiring. Ba'zan bitta o'qituvchi biladi, boshqalar bilmaydi. Keyin bir oy o'tib kimdir sinf rahbarligi puli tushmaganini biladi. Shuning uchun bu videoni maktabdagi guruhlarga yuboring, hamkasblarga ayting. Bu faqat sizning emas, butun jamoaning manfaatiga xizmat qiladi. Demak, asosiy fikr shuki, qo'shimcha to'lovlar o'z-o'zidan tushmaydi. Sinf rahbarligi, daftar tekshirish, kabinet mudirligi, qo'shimcha dars soatlari, ustamalar, vaqtincha almashtirishlar va boshqa haq to'lanadigan vazifalar 20 sentyabrgacha aniq rasmiylashtirilishi kerak. Og'zaki kelishuvga ishonib qolmang, dars jadvalining o'zi yetarli deb o'ylamang. Hamma narsa buyruqda. Tarifikatsiyada va hisob-kitob hujjatlarda ko'rinishi kerak. Men ekspert sifatida sizga eng muhim maslahatni beraman. O'z mehnatingizni qadrlang va uni hujjat bilan himoya qiling. Siz bajaradigan har bir qo'shimcha vazifa vaqt, mas'uliyat va kuch talab qiladi. Demak, u qonuniy tartibda rasmiylashtirilishi va haq to'lanishi kerak. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi qo'shimcha to'lovingiz tushmay qolgan, qanday hal qilgansiz? Maktabingizda bu tartib qanday yuritiladi? Sizning tajribangiz boshqa o'qituvchilarga ham yordam beradi. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni hamkasblaringizga yuboring. Chunki 20 sentyabrgacha ulgurib qolgan odam o'z haqqini saqlab qoladi. Beparvo bo'lgan odam esa keyin ko'p eshiklarni taqillatib yurishi mumkin.